Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz tinglar ekranimiz bo'lsin. Tayvan yerim o'tkazgichlarining 50%ni Amerikada ishlab chiqarishni rad qildi. Washington Tayvanga Amerika zaminida texnik ko'p o'zak ishlab chiqarishga besim qilishni davomlashtirayotgan bir paytda Tayvanning bu masala bo'yicha bosh muzokarachisi davlatining yerim o'tkazgichlarining 50%ni Amerikada ishlab chiqarishni qabul qilmaydiganligini e'lon qildi. Tayvan muavin bosh ministri Chang Lichuan Amerika savdo ministri Howard Lutnickning Tayvanga o'zak ishlab chiqarishda 50-50 ni o'rtaq bahrlanish taklifini berganligini aytgandan keyin bayonot e'lon qildi. Chang chorshanba kuni Taybeyda muxbirlarga bergan bayonotida bu Amerikaning fikri. Bizning muzokarachi guruhimiz o'zak taqsimotida hargizmi 50-50 va'da bermadi. Bu qitimqi yig'inlarda bu masalani muzokara qilmaganligimizga ishonsanglar bo'ladi. Biz bunday shartni hargiz qabul qilmaymiz dedi. U Washingtondan qaytib kelgandan keyin e'lon qilgan bayonotida Amerikaning Tayvandan kelgan mahsulotlarga qo'ygan tamojna bojlari to'g'risidagi muzokaralarda muayyan darajada ilgirlash bo'lganligini bildirdi. Tayvan Amerika bilan tamojna beji kelishimi hosil qilishda qiyinchilikqa duch kelayotgan bo'lib, Amerika prezidenti Donald Trump Tayvan orolidagi ishlab chiqaruvchilarni andishiga solgan vaqtliq 20% boj elish tadbirini qo'llangan edi. Trump yana bu davlatga kelgan yerim o'tkazgichlariga nihoyatda yuqori tamojna beji qo'yish tahdidini solgan edi. Sun'iy aql texnikasiga bo'lgan ehtiyojning eshishi Tayvanning Amerika bilan bo'lgan savdo oborotida eshinchi paydo qilib, Tayvanni Trumpning nishonliq davlatiga aylantirib qo'ygan. Tayvan ministrlar kabineti chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Tayvan orolining Amerikaga qilgan eksportining 70%dan ko'pragining uchur va xabarlashish texnikasi mahsulotlari bo'libmi o'zaklardan tashkil topadiganligini bildirdi. Amerika savdo ministri Lutnick hafta oxiri bir televiziya kanali bilan o'tkazgan suhbatida Tayvanning o'zak ishlab chiqarishining 50%ni Amerikada elib berishning ehtiyoj tug'ilganda kerakli iqtidorga ega bo'lishiga kafolatli qiladiganligini eskartib, bizning Tayvan bilan o'tkazgan suhbatimiz mushu yo'nalishda bo'ldi. Tushunishga tegishliki shuki, bizning 50% ishlab chiqarishimiz sizlar uchun nihoyatda zo'r ahamiyatga ega. Bizning nishonimiz Amerika ichki iste'moli uchun ehtiyojli bo'lgan yerim o'tkazgichlarni ishlab chiqarishda 40%, balkim 50% bozor o'lishiga yetishdir. Mana bu bizning asosli nishonimizdir, dedi. Rossiyaning sobiq prezidenti Yevropani ogohlantirdi. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiya bilan bo'lgan urushning keng ko'lamli qirg'ochi qurollarni ishlatishga sabab bo'ladigan urushga aylanib ketish xavfining borligi to'g'risida Yevropani ogohlantirdi. Hamda Yevropa rahbarlarini jiddiychilik texmi avjilib ketayotgan mezgilda ig'vogarchilikdan saqlanishga chaqirdi. 2008-2012 yillar orasida Rossiya prezidenti bo'lgan Medvedev dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida Yevropaning Rossiya bilan urush qilishga qurbi yetmaydiganligini, lekin agar rahbarlar bunda xatolik sodir qilsa, buning keng ko'lamli qirg'ochi qurollar ishlatiladigan bir to'qinishga aylanib ketadiganligini aytdi. Medvedev ommaviy o'rtoqlashish to'rbeti Telegram sahifasida e'lon qilgan bayonotida Rossiyaning bundoq urushga bo'libmi so'g'uq va koni Yevropa bilan bo'lgan urushga ehtiyoji yo'qligini bildirib, Yevropa davlatlarining Rossiya bilan urush qilishga qurbi yetmaydi. Shundaqdimi halokatlik urushning yuz berish ehtimolligi nihoyatda yuqori. Darvaqa bundoq to'qinishning keng ko'lamli qirg'ochi qurollar ishlatiladigan urushga aylanib ketish xavfi reallikqa butunlay uyg'un, dedi. Navbatda Rossiya Xavfsizlik kengashining muavin raisi bo'lib vazifa o'tayotgan Medvedev Yevropa davlatlarida kelgusi 5 yil ichida Rossiya bilan bo'lgan urush ehtimolligi to'g'risidagi farazlarni tugutish kerakligini ta'kidladi. Hamda buning Moskvaning manfaatlariga zid keladiganligini bildirdi. Yevropa rahbarlari bo'lsa Ukraina to'g'risida ittifoqlashishga va'da bergan bo'lib, oktyabrdagi boshliqlar yig'inini qaror chiqarish kuni deb atadi va Yevropa mudofaasini kuchaytirishning zarurligini ta'kidladi. Yevropa kengashining raisi Antonio Costa muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, 2 haftadan keyin Yevropa komiteti 2030-yilgacha dushmandan mudofaalanish tayyorligi planini sunadi va Yevropa kengashi 3 hafta ichida yana bir qatim yig'in ochadi.
bu qaror chiqarish vaqti bo'ladi dedi. Kolumbiya hujumga qarshi Isroiliya diplomatlarini chegaradan qo'g'lab chiqardi. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro Netanyahuning G'azza qamalini yerib o'tish uchun yo'lga chiqqan paraxod atritiga qilgan hujumni yangi bir xalqaro jinoyat deb qaradi. Petro yana paraxod atritidagi ikki Kolumbiya fuqarosining nazoratga elinishiga norozilik bildirib, Isroiliyaning Kolumbiyadagi barliq diplomatlarini chegaradan qo'g'lab chiqarishga buyurdi. Nazoratga elingan kolumbiyalik Manuela Bedoya bilan Luna Barrito Sumud paraxod atritining xodimlari edi. Mazkur harakat e'lon qilgan bayonotga asoslanganda, Isroiliya armiyasi paraxod atriti xatarlik rayon deb qaralgan dengiz qirg'oqidan 150 dengiz mili yiroqlikqa yetib borganda, bu ikki kolumbiyalik ayolni qonunsiz nazoratga olgan. Bayonotda 150 dengiz miliga yetib borgandan keyin soat 23:59 da Kolumbiya vaqti 18:59 da Isroiliya paraxodlari yiqilishga boshladi deyildi. Bayonotda yana boshqa paraxodlarning hujumga uchraganligi yoki to'xtatilganligi qayd qilinib, bu ahvolning xalqaro qonun va Jeneva kelishimlariga xilof ekanligi ta'kidlandi. Petro X supsida e'lon qilgan bayonotida, agar bu xabarlar rost bo'lsa, buning Netanyahu tarafidan sodir qilingan yangi bir xalqaro jinoyat bo'ladiganligini aytdi. U yana Isroiliya bilan bo'lgan erkin savdo kelishimi darhol bekor qilinadi dedi. Petro 2024-yili 5-oyda Isroiliya bilan diplomatik munosabatni uzgan bo'lsa-mu, bu qitimqi bayonoti orqali Isroiliyaning Kolumbiyadagi barliq diplomatlarining davlatdan darhol chiqib ketishini talab qildi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.